Mahallabay, korxonabay ishlash institutlari asosida soliq xizmati organlarida xodimlar samaradorligini baholash uchun KPI tizimi joriy etilgan. Xo'sh, uning afzalliklari nimalarda ko'rinyapti? Mavzu farg'onalik yoshlardan birining faoliyati orqali o'rganildi. Bugun yurtimizda qay bir soha rivojiga boqmang, unda yoshlarning ham munosib hissalari borligiga guvoh bo'lasiz. Islomjon Sharopov 29 yoshda. Bugun u Farg'ona viloyati soliq boshqarmasida faoliyat olib borayotgan yosh mutaxassislardan biri. U kabi yosh xodimlar esa tizimda ko'pchilikni tashkil etadi. Viloyatda soliq tizimi xodimlarini 30% dan oshig'i yoshlarni tashkil qiladi. Bu o'sha o'z navbatida o'sha yosh kadrlarga bo'lgan talab, ularga e'tibor, qo'llab-quvvatlashga o'sha bitta ko'rinishi desam xato bo'lmaydi. Prezidentimiz tashabbusi bilan boshlangan Mahallabay va korxonabay ishlash institutlari asosida soliq xizmati organlarida xodimlar samaradorligini baholash uchun KPI tizimi joriy etilgan. Xususan, bugungi kunda korxonabay ishlash tizimida Farg'ona viloyatidagi 15 mingdan ortiq qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchi korxonaga 65 nafar soliq inspektori biriktirilgan. Ushbu tizim ikki tomon uchun ham manfaatlidir. Soha xodimi tadbirkorga qonun doirasida soliq majburiyatlarini bajarishga yordam beradi. Natijada tadbirkorning barqarorlik reytingi yuqorilashi barobarida inspektorning mehnat samaradorligi ham oshib boradi. Soliq to'lovchi, aylanmadan olinadigan soliq to'lovchi bo'ladimi yoki qo'shilgan qiymat soliq to'lovchi bo'ladimi? Har bitta korxonaga o'zini soliq organlarida bittadan xodimi mavjud. Ya'ni bu xodim o'sha korxonani o'sha faoliyatida yuzaga kelayotgan muammoli holatlar yoki kamchiliklar yoki o'sha qaysidir soliq turi bo'yicha qiziqtirgan savollarga o'sha soliq biriktirilgan xodim orqali aniq javob olish mumkin. Aylanma soliq to'lovchilarga korxona mahallabayda inspeksiya, hududiy inspeksiyalardan mahallalarda biriktirilgan inspektorlar biriktirilgan bo'lsa, qo'shilgan qiymat soliq to'lovchilarga soliq boshqarmalaridan o'sha inspektorlar biriktirilgan. Amalga oshirilgan ishlarning birgina natijasi sarhisob qilinganda 2025-yilning yanvar-may oylari davomida faoliyatsiz korxonalarning 1316 tasini faoliyati qayta tiklandi. Ular hisobiga 9549 nafar ish o'rinlari yaratilib, davlat byudjetiga 11.5 milliard so'm soliqlar to'landi. Sohadagi islohotlar tizimli ravishda davom ettirilmoqda.